Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Uzoq tanaffuslardan keyin xush ko'rdim kanalimda sizlarni. Tez-tez videolar qo'yishga harakat qilaman. Biroz dangasaligim tutib, ba'zi bir sabablarga ko'ra videolar qo'ya olmayapman. Lekin videolarim olib qo'yganman. Juda ham ko'p videolarim bor. Vaqt topib, montajlar qilib, joylayman Xudo xolasa. Meni podpishka qilib, kanalimdan uzoqlashmasdan like, podpiskalar bosib, meni qo'llab-quvvatlaversinglar. Sizlarni shu qo'llab-quvvatlashliklar bilan ilhomlanib, yana ham chiroyli videolar, vloglar chiqarishga harakat qilaman. Bu yozgi video endi vaqt topib montajlar qilyapman mana. Uyimizda usta bor edi. Oldingi qo'ygan videolarimni ko'rganlar biladi. Moskvada bolajonlarim bilan, oilam bilan, xo'jayinim bilan yashaymiz. Bu yil yozda bolajonlarim qolib, men o'zim kelgan edim O'zbekistonga. Bolajonlar kelishiga dadasi bilan qolgan edi Moskvada. Ularni kelishiga bolalarning xonasini remont qilyapmiz. Uyda ustalar bor. Abid kelsa somsa tayyorlayapman. Oddiy somsani yoqtirmayman. Erinmasdan qatli qilib pishiraman somsani doim. Qatli qisirab turgan somsani yaxshi ko'raman. Shuning uchun doim yog'li qilaman somsalarni. Bolajonlar maktab tugab ulgurmadi. Men dokumentlar sababli O'zbekistonga kelishga majbur bo'ldim. Shuning uchun dadasi bilan qolishdi. Maktab tugaganda dadasi bilan birga kelishadi. Shunday qilib, xamirlarimizni birin-ketin qilib yoyib, yog'lab olamiz. Men doim shu mol yog'i, chavri yog'larni eritib, shunaqa idishga quyib qo'yaman. Tayyor turadi. Darrovda isitib, surtishga oson qilib eritib qo'yaman. Ozgina qaynoq suv qilib ustiga qo'ysanglar ham eriydi yoki suv bug'ida qo'yib ham parida eritib olsak bo'ladi. Bunaqa idishlarga solib qo'ysak, bankaga solib qo'ysak ham bo'ladi. Erishi oson. Mahkam zichlab o'rab olamiz somsalarni. Mahkam ezmasak, yoyayotganimizda qatlari ochilib, qiymalar to'kilib ketishi mumkin. Shuning uchun chiroyli qilib o'rab olamiz zichlab. Mana chiroyli bo'lib, bir tekisda bo'lib o'raldi xamirlarimiz. Birozgina damab oladi. Keyingi xamirlarni yoyib tayyorlagunimcha to'g'rab tayyor qilib qo'yganman mana. Ziravorlar, tuz solib, bir xilda qilib aralashtirib olamiz. Men agar qiymasiga yog' to'g'raydigan bo'lsam, yog' qo'ymayman. Somsa o'zi ham yog'li bo'lgani uchun. Ba'zida agar yog' to'g'ramaydigan bo'lsam, qo'yaman. Qatini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli bo'lib, qavat bo'lib chiqqan. Chavri yog' surkab qilingan somsani qatlari juda ham chiroyli chiqadi. Hammasi bir xilda chiroyli chiqqan. Endi yoyib olamiz. Qalin bo'lib yoyilib pishgan somsani ham yoqtirmayman. Yupqa qilib yoyaman xamirini ham. Ba'zigi somsalarni yesanglar, xamiri qalin, qiymasi ozroq tuyuladi ichidan. Shuning uchun men bir xilda qilib yoyaman somsalarni xamirini. Yupqa qilib. Qati bor joyini ham qalin qilmayman. Bir xilda bo'ladi hamma joyi. Unlamasdan yoygan yaxshi. Agar sal-pal yopishadigan bo'lsa, taxtamizga ozgina unlab
yoyib olamiz. Xohishga ko'ra tugib olamiz. Xohlagan shaklda tugib olsangiz bo'ladi. Hamma duxovkasini gradusini o'zi biladi. Shu duxovkani graduslariga qarab tepa pasti qizargungacha pishirib olamiz. Men tuxum ham sut ham qilmadim. Achchiqqina qora choydan surtdim. Xohishga ko'ra sedana kunjutlar bilan. Kunjutlari ko'p bo'lsa juda ham mazali bo'ladi. Mana bir aylanib juda ham go'zal bo'lib, chiroyli qizarib pishdi somsalarimiz. Sut, tuxum surkagandan o'ta go'zal chiqdi. Choy surkaganim. Mana shunday qilib bolajonlarim xonalar remont bo'lyapti. Ancha yildan beri bolalarga xona qilamiz degan edik, lekin ko'proq Moskvada yurganimiz uchun tayyorlamagan edik. Bu esa yotoqxonamizga parda. Juda ham chiroyligidan tanlab olib kiribdi qaynonam dazmollari bilan. Juda ham xursand bo'ldim mana. Qiynalmasdan dazmollasin deb dazmollarni ham qo'shib olib kiribdi, pardalarni ham tayyor qilib, tiktirib olgan joyida. Olib kirib ilib qo'yadi deb olib kirgan ekan. Chiroyli qilib yasatib ham qo'ydim. Shuning bilan bugungi videomiz tugadi. Keyingi videolargacha omon bo'ling. Videolarim sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar.